14-iyun o'zbek kinematografiyasining asosiy sanalaridan biri hisoblanadi. 1925-yilning aynan shu kunida Toshkentda Sharq yulduzi nomli kinostudiya tashkil etilgan edi. Shayxontohurdagi Shonqul madrasasi binosida joylashgan ushbu kinostudiya 1920-yillarda o'zbek kinosining poydevorini yaratishda muhim rol o'ynadi. 1925-1926-yillarda kinostudiyada 20 dan ortiq to'la metrajli va 30 dan ortiq qisqa metrajli filmlar yaratildi. 1936-yilda kinostudiya O'zbek film nomini oldi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Toshkent kinostudiyasi deb atalgan bu joy 1958-yilda yana O'zbek film nomiga qaytadi. Bugungi kunga kelib O'zbek film kinostudiyasi 400 dan ortiq to'la metrajli film va 100 dan ortiq multfilm yaratgan. Kinostudiyaning mashhur filmlari qatorida Maftuning man va Mahallada Duv-duv gap filmlari alohida e'tiborga loyiq.